Qizlar, ehtiyot bo'linglar, qizlar jonlar, buni qaranglar, buni qaranglar. Qizlarim bilan yaxshiroq mana. İçini ochsak, ko'rdingizlarmi qizlar? Mana. Nima doğru bu hayronman. Bugun bitta hijobli ayol tarqatgan. U ayolni bu yerdan hech kim tonimaydi, hech kim tonimagan. Bir paket konfet bo'lachalarga tarqatgan qizlar. Mana ko'rdingizlarmi, ichidan nima chiqdi? Hozir qizlarim kelgandan keyin bitta bo'lg'alasa, bo'laklasa, ana shu narsa ichidan chiqdi, bittasini ichidan mana. Ko'rdingizlarmi qizlar? Mana. Juda ehtiyot bo'linglar. Hech kimdan konfet olmasin. Bolalaringizga tayinlanglar, Elmira, Zarina.